Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Mana havolar ham sovib, propanga ancha ehtiyojlar oshib qoldi. Shu bilan birga biz servisimizda bo'lib turgan ishlar bilan bitta tanishtirib o'tib ketamiz. Bu jentimizdan propan metanni yechib, propan qo'yib beryapmiz. 48 litrli balon. Bu budjetniy variantda qo'yib beryapmiz. Akamiz Namangandan kelishibdi. Bu jentramiz ham metanni yechib propan qo'yildi. Bu jentraga keladigan bo'lsa, old qismiga gibrid qilib yig'ib beryapmiz. Reduktorlar Turkiya reduktori original, qo'yilgan zapchastlarga 6 oy kafolati bor. Narxi 2 ming so'm. Andijondan kelgan Cobalt-imizga ham xuddi shu komplektmizdan qo'yib beryapmiz. Baloni 48 litrli turetskiy balon. Old tarafiga o'sha gibrid qilib yig'ilyapti. Buni ham narxi 2 ming so'm. Bu yerda Damasimiz bor. Damaslarga 40 litrli turetskiy balon, 6 oy kafolati bilan narxi 1 ming so'm. Bu tarafda bitta Damasimiz bor. Akamiz ham bizni YouTube'dan ko'rib kelishibdi. Bu mashinaga ham 40 litrli turetskiy atker balon bilan qo'yib beryapmiz. Narxi 1 ming so'm. Bu labomizga ham xuddi shu komplet turetskiy balon, turetskiy reduktor, narxi 1 ming so'm. Xizmatlar bo'yicha nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Ishlarni akkuratni qilib bitirib beramiz.